Bu universitetda an'analar va yangiliklar uyg'unlashgan. Bugun bizda ilmiy ishlar bo'yicha prorektor bilan suhbatlashish imkoniyati mavjud. U kishi orqali ushbu ta'lim muassasasining o'tmishi, buguni va kelajagi haqida ko'proq ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum domla. Bizga vaqt ajratganingiz uchun kattakon rahmat. Xo'p, o'zingiz haqingizda ma'lumot bersangiz. Xo'p, men demak Qambarov Jamoliddin Hikmatullayevich, Qo'qon universitetining akademik ishlar bo'yicha prorektoriman. Hop, sizga birinchi savolim bor edi. Bir ikki savolim bor, o'shanga javob berib Bemalol, marhamat. Birinchi savolimiz universitetimizdagi qaysi yil tashkil etilgan universitetimiz? Universitetimiz O'zbekistondagi eng birinchi xususiy universitetlardan bittasi hisoblanadi. 2019-yil Vazirlar Mahkamasining 683-sonli qarori bilan tashkil topgan. Rahmat kattakon. Ikkinchi savolimiz, bugungi kunda universitetda qancha talabalar tahsil olyapti? Xo'p, bugungi kunda universitetimizda 12 mingga yaqin talabalarimiz tahsil olib kelishyapti. Bu Qo'qon universitetining o'zida. Bundan tashqari Qo'qon universitetining Andijon filiali bor. Andijon filialida ham 5 mingga yaqin talabalarimiz o'qishyapti. Keyingi savolimiz, mana tahsil olish narxlari qancha va talabalar uchun grantlar ajratilganmi? Talabalar uchun asosan ikki xil yo'nalishda grantlar ajratilgan. Birinchi grant bu hukumatimiz, davlatimiz tomonidan universitetga beriladigan yillik davlat grantlari bor. Bu 40 tani tashkil qiladi. Va bundan tashqari ikkinchi yo'nalishdagi grantlarimiz bu universitetda o'zini grantlari. U ham bor. U ham misol talabalarimizga 100%, 25% dan 100% gacha bo'lgan grantlar ajratilib kelinyapti shu paytgacha. Yaxshi o'qigan yoki bo'lmasam ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan talabalarga ham turli xil grantlar tashkil qilingan. Rahmat. Xo'p, universitetda zdaniyalari haqida ozgina ma'lumot bera olasizmi? O'quv binolarimiz demak jami mana A binoyimiz, B bino, C bino, D bino va IT akademiya bor. Ya'ni 5 ta o'quv binoyimiz tashkil topgan. Hozirgi kunda qaysi davlatlar bilan hamkorlikda universitet ishlaydi, hamkorlik yuritadi? Yaxshi savol. Osiyo universitetlari bilan Yaponiya, Janubiy Koreya, Finlandiya va mana Bolgariya bilan universitetlaridan tashqari asosiy hamkorligimiz talabalarga pulli amaliyotlarni tashkil qilib berish bo'yicha Bolgariya bilan ham shunaqa hamkorliklar yo'lga qo'yganmiz. Endi umuman oladigan bo'lsa, bugungi kunda 130 dan ortiq universitetlar bilan 150 ga yaqin memorandumlar va hamkorlik shartnomalari tuzilgan. Domla, rahmat kattakon sizga. Mana shu ma'lumotlarni biz uchun yangilik bo'ldi sizdan olganlarimiz. Batafsil ma'lumotlar uchun kattakon rahmat. Xo'p, kelgusi ishlar uchun universitetga sizga hammamizga omad tilayman. Xo'p, sizga rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat.